Bismillahirrohmanirrohim. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega barcha payg'ambarlar avvalo cho'ponlik qilgan? Nega Alloh taolo buyuk rahbarlikdan oldin bandalarni sahro sahnalarida, qo'ylar orasida tarbiyalagan? Bugun sizlarga Hazrati Muso alayhissalom hayotidan ibratli bir rivoyatni aytib beramiz. Hazrati Muso alayhissalom cho'ponlik qilayotgan edilar. Bir kun so'rovdan bir qo'y qochib ketdi. U zot ortidan yugurdilar, choriqlarini yechdilar. Oyoqlari shishdi, qavardi. Kun botguncha kirdilar, qo'y ko'zdan g'oyib bo'ldi. Nihoyat qo'y ham charchadi. Hazrati Muso alayhissalom uni ushlab oldilar. Lekin jazolamadilar, jahl qilmadilar, g'azablanmadilar. Aksincha, uni bag'rlariga bosib, boshini siladilar. Onasidek mehr ko'rsatdilar. Ko'zlaridan yosh oqdi va dedilar: "Menga rahming kelmadi, o'zingga nega jabr qilding?" Shu lahzada Alloh taolo malaklarga xitob qildi. Payg'ambarlik Musoga yarashadi. Hazrati Muso alayhissalom shunday marhamat qiladilar. Barcha payg'ambarlar yoshligida cho'ponlik qilgan. Cho'ponlik sabr, rahm va mas'uliyat maktabidir. Insonlarga bosh bo'ladigan kishi avvalo mehrni o'rganishi kerak. G'azabni emas, rahmni tanlashi kerak. Aziz muslimam oilasi, agar siz ham qalbingizni poklovchi, iymoningizni mustahkamlovchi rivoyatlarni eshitishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. O'qishda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz.